ko'p qavatli uy fasadida yong'in yuzaga kelgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q. Yaxshi ham jonga talafot yetmadi, lekin bu fasad qismi bo'lganligi uchun ma'lumot o'rni bilasizlar, bizlarga faqat to'g'ri ma'lumotni berib boramiz. Ko'pchilik tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkinki, bu o'zi yongan narsa nima edi? U haqida to'liq ma'lumot bo'lmagan, lekin penoplast degan narsa bor, u yonib ketadi, yonuvchan deb o'ylab qolmasligi uchun men sizlarga bitta penoplastni yonmaydigan markalar borligi haqida ma'lumot bermoqchiman. Mana olov, qo'limda penoplast. Penoplastni yonadigan markaz bo'ladi, yonmaydigan markaz bo'ladi. Bu esa yonmaydigan markaz. Yonmaydigan markaz qanaqa bo'ladi? Siz mana aka, shunda olov qo'ygan paytingizda yonadi, lekin olov tugagandan keyin o'zi avtomatik o'chib qoladi, darshi yonib ketmaydi akalar mana. Darshi olov yonib ketmaydi va o'chadi. Va shu yonmaydigan marka hisoblanadi. Yonib ketadigan markalar ham mavjud. Shuning uchun uyingizni fasad qismini nimadan qotganingizga, qanadan qotganingizga e'tiborli bo'lishni so'rab qolamiz va shunaqa penoplast haqida, izolyatsiya haqida to'liq ma'lumotlarni mana shu profilni berib boramiz. Asosiysi, agar uyingiz tashqi tarafdan izolyatsiya qilinmagan bo'lsa, aka, bizda fasad uchun termopanellarimiz borligi, u termopanellarimiz to'g'ridan-to'g'ri g'ishtdan keyin qo'yish mumkinligi, eng asosiysi mana yong'inga chidamli ekanligini va ham bitida ham dekor, ham izolyatsiya vazifasini bajarish haqida ma'lumot bermoqchimiz aka. Agar sizga ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosib, qurilish qilayotgan, uyida izolyatsiya qilish kerak bo'lgan do'stingiz videoni tashlab qo'ysangiz, menimcha ular uchun foydali bo'ladi, chunki bilib olishadi, nima yonadi, nima yonmaydi. Assalomu alaykum.